Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Farg'ona shahar Q universitetidan o'tganda Tabraskadan kirganda Ali Usmon kafesidamiz. Oshlari hamda mangalda pishgan baliqlari, baliq kaboplarini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oshlarini yeb ko'ramiz. Oshlarini ham to'y oshi ekan. Mazasiga gap yo'q oshdi. Qazilar qo'yib yeymiz. Tashin qalampir. Ali Usmon kafesi Farg'onada premium klassdagi kafe ekan. Barcha narsalar mujassam. Oilaviy, do'stlar davrasida kelib o'tirgan joylari, atmosferalariga umuman gap yo'q. Tabiatlarini qarang, go'zalligini. Ali Usmon kafesida oshlari har kuni soat 11 dan 2 gacha oshlari bo'lar ekan. Bemalol kelib yeb ketsalar ham bo'ladi. Oshni mazasiga umuman gap yo'q. Guruchlarini qarang, zo'rligini. Oshni yaxshi ko'raman-da. Joylariga alohida gap yo'q. Xizmat ko'rsatishlari, tozaliklariga, umuman hamma narsa joy-joyida. Do'stlar davrasida oila bilan bemalol kelib o'tirgan alohida xonalari ham bor ekan, joylari ham bor ekan. Oshlarini mazasiga umuman gap yo'q. To'y oshi ekan. Maza qilib ham oshga. Toshkent qalampirni yaxshi ko'raman. Ali Usmon kafesini daryo baliqlaridan yeb ko'ramiz. Qiltanoqlari ham yo'q. Yosh bolalarga bemalol udobniy deyapti, mana qarang. Mangalda pishgan daryo baliq. Smetanaga botirib yeymiz.
Xiltanag'i ham yo'q baliq ekan. Smetana bilan. Chiroyliligini qarang. Og'zingizda eriydi ya. Barbekyu sosiskalari akalarimiz maxsus o'zlari uchun sosiska qildirar ekanlar. Alohida e'tibor berib yeb ko'ring işte. Maqtaganlarcha bor ekan. Sosisalarga ish qo'zib qo'ying. Ali Usmon kafesini baliqlardan yeb ko'ramiz. Baliq kabob qarang. Umuman baliqning hidi ham yo'q. Baliqning hidi ham yo'q. Og'zingizda eriydi. Okay. Tortib tursangiz bo'ldi ekanda, og'izga solib buni. Ali Usmon kafesining taomlariga, umuman mazasiga gap yo'q. Описаниеda nomerlar qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilib, jo'yatib, ovqatlar zakaz qilib kelishlari mumkin. Yumshoqligini qarang aka buni. Farg'ona shahar Q universitetidan Tabraskaga kelganda Ali Usmon kafesini taomlariga umuman gap yo'q. Barchalarini kutib qolamiz. Kelib, bemalol o'tirib, mehmon bo'lib, do'stlar davrasida, oila davrasida, tabiat qo'ynida o'tirib, maza qilib o'tirsangiz yetmas ekan. Ovqatlarini, oshlari, baliqlari, mangallar, sosiska, baliq kaboblari, boshqa taomlarini ham mazasiga gap yo'q. Sog' salomat bo'lasizlar. Rahmat e'tibor uchun.